Xo'p, jannatda nima bor degan savol. Nima xohlaysiz shu dunyoda hammasi bor. Balkim bir necha baravar qilib beriladi. Xohlagan narsani olib ko'ringlar. Aytayapman, o'zi qo'rqadigan narsam ikkita ekan. Hozir masalan shu yerdan chiqib hammamiz tirikchiligimiz boshlanadi. Pech yoqishingiz kerak, stroyka qilishingiz kerak, beton quyish kerak, uy tomi bu yerda nima yo'q. Xohlagan narsangiz balkim tirillalardan bo'ladi. Mana hadislarga e'tibor beraylik. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdi, jannatga tushimda kirgizildim dedi. Juda go'zal qasr ko'rdim va uni bir chekkasida bir joriya tahorat qilayotgan ekan deb keladi hadisda. Kimiki bu desam, Qurayshlik yigitniki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qurayshdami? Menikimiki desam, yo'q, kimiki dedi? Umarniki dedi. Umarni g'ayriligisining tushib ketishda ichim yo'q bo'lsa ham mayli, joriya turibdi bitta, hur turibdi. Haliginga yaqinlashmay chiqib ketdim. Endi Umar o'sha yerda o'tirib, eshitib o'tiribdi. Dod deb yig'laverdi, "Ya Rasululloh, sizdan qizg'anamanmi hur endi?" Ya'ni sahobalar endi shu gapni sizga aytildi, tasavvur qiling. Endi yolqovlik qilasizmi hech? Bir qissa kelgan ekan, shu biz zamonimizda ham. Mana aytganda, kofirlar bilan urushayotgan vaqtda yoki oldin salaflarda bo'lganmi, esimda yo'q, lekin o'rinli uchun aytayapman. Bir 10 ta jamoat shu jangda yurgan paytida bir ichidagi yosh yigit bularga hech ham qo'shilmasdan alohida ibodatini qilaverar ekan. Xizmatini qiladi ekan bular, lekin ovqat payti chaqirsa ham kelmaydi. Kurishib suhbatlashib o'tirsa ham aralashmaydi ekan. Bu yerdagilar bu bechoraga nima bo'ldi ekan? Bir muammosi bo'lsa kerak deb haligiga rahmi kelaverar ekan. Oxiri bitta birodar haligiga borib, birodar, nimaga qo'shilmaysan bizga? Nima muammo bo'ldi? Birodarim, hechingga aytmaysan. Modamik tilga ekanman, hechingga aytmaysan. Ha, nima bo'ldi ayt. Falon kuni jang paytida falonlar shahid bo'lganda hammasi ruhini bittadan osmondan tushib, huriylar ochib ketdi. Men ko'rib turdim shu yerda, har birini og'ziga bir tomchidan suv tomizdi dedi. Men ham o'lik haligi chalajon bo'lib turibman dedi. Og'zimga bir tomchi tomizdi dedi. Olib ichga ketaman dedi. Hali erta ekan bunga deb ketib qoldi dedi. Birinchidan ko'zim ko'rdi uni dedi. Ikkinchidan shu bo'yicha ochib qolmayapman dedi. Uni sen ko'rganingda edi dedi, hech narsa o'tmadi tomog'ingdan dedi. Ya'ni haligi odam qanaqa o'zgarganiga e'tibor beringlar-da. Haqiqatdan ozgina vaqt o'tdi dedi, bir haftami ozginadan keyin u birodarim shahid bo'lib ketdi.